Sirdaryo viloyati ma'muriy sudida soliq to'lovchilarning shaxsiy kabinetlari va uni yuritish bilan bog'liq muammolar, ularni bartaraf etish choralari mavzusi yuzasidan seminar tashkil etildi. Sirdaryo viloyat ma'muriy sudida navbatdagi seminar tashkil etildi. Tadbirda Sirdaryo viloyat va Guliston tumanlararo ma'muriy sudining sudyalari va sud xodimlari ishtirok etishdi. Sirdaryo viloyat soliq boshqarmasi hamkorligida tashkil etilgan tadbirga tuman shahar davlat soliq inspeksiyalari xodimlari ham jalb etildi. Seminarda soliq to'lovchilarning shaxsiy kabinetlari va uni yuritish bilan bog'liq muammolar, ularni bartaraf etish choralari yuzasidan fikr-mulohazalar almashinildi. Seminar mashg'ulotini o'tkazishdan asosiy maqsad soliq to'lovchilar va soliq organ tomonidan o'sha soliqlarni hisoblashdagi muammolar, soliq organ tomonidan tadbirkorlik subyektlarida soliq tekshiruvlarini o'tkazish bilan bog'liq kamchiliklar yuzasidan bo'lib o'tdi. Tadbirni tashkil etishdan asosiy maqsad soha xodimlari tomonidan soliq to'lovchilarning shaxsiy kabinetlari va uni yuritishdagi muammolarni bartaraf etish hamda o'rganishlar olib borishdan iboratdir. Soliq to'lovchilar tomonidan shaxsiy kabinetlardan to'liq foydalanmaganligi natijasida yoki o'sha soliq to'lovchilar tomonidan shaxsiy kabinetlardan foydalanishni bilmagan holda ushbu muammolar duch kelyapti. Ya'ni soliq majburiyatlarini bajarishda soliq to'lovchilardagi mavjud elektron raqamli imzolar orqali shaxsiy kabinetdan foydalanish, soliq idoralariga soliq idora masofaviy ma'lumotlar yuborish va hisobotlarni taqdim etishdan iborat. Albatta, hamkorlikda o'tkazilgan bunday ma'rifiy tadbirlar soliq xizmatchilarining kasb salohiyatini yanada yuksaltiradi.